Assalomu alaykum. Kelinglar, hozir biz Python skriptimizni serverga qo'yib configuration qilishda bitta muammolarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, men serverga o'zimni kodlarimni, masalan, Python, Laravel yoki boshqa tilda yozgan kodlarimni qo'yish uchun men Coolify degan dasturda ishlataman. Coolify bilan Nixpax. Xo'p, bular o'zi nima? Qisqa qilib aytganda, keyingi videolarda ko'proq aytishga harakat qilaman, lekin qisqa qilib aytganda Coolify bilan Nixpax bu sizning serveringizni pass qilib beradi. Platform as a service. Platform as a service nima degani? Masalan, siz Vercel yoki Digital Ocean'da ishlab ko'rgan bo'lsangiz, u yerga siz kodda shunday bersangiz, u production ready qilib ko'rsatib beradi. Hech qanaqa konfiguratsiyani siz qo'lda qilmaysiz, DevOps ishini qilmaysiz. Xuddi shu narsani Coolify bilan Nixpax qilib berishi uchun kerak. Open source platform as a service. Keyingi darslarda ko'proq aytishga harakat qilaman. Xo'p, endi qarang. Nixpaxga uladim, skriptim ishladi. Lekin men yana cron job ishlatishim kerak edi. Cron job nima? Masalan, har 15 minutda bitta Python skript yurish kerak. Shuning uchun cron job ishlataman. Men masalan Coolifyda cron job configuration'ni ochdim. Hop. Mana ko'rishingiz mumkin, komandaga men Python deactivate domains deb qo'ydim. Ishlaydimi? Ishlaydi deb o'ylar edim, lekin muammoga duch keldi. Qanaqa muammo? Kelinglar ko'ramiz. Hop. Ko'rishingiz mumkin. Hop, sizga yaxshi ko'rinyaptimi? Mana bunday qilaman. Job permanently failed. No model named iogram. Hop, endi o'ylash kerak. Nimaga iogramni topolmayapti? O'zimiz skriptim ishladi-ku. Endi muammo shundan iboratki, konteynerda ichida ikkita Python bor. Konteynerda o'zini Pythoni bor va Nixpaxda o'zini Pythoni bor. Endi hozir men cronga bersam, qaysi Pythonda ishlatyapti? Bu konteynernikini ishlatyapti. Konteynernikini ishlatganda u yerga requirementsga yozgan iogram bizga kerakli modullar installed bo'lmagan. Shuning uchun boshqa Python ishlatdi, failed bo'ldi. Xo'p, men masalan terminaldan ko'rishim mumkin. Hozir mana masalan terminaldan ko'ryapsizmi? Terminalga kirdim, which Python dedim. Which Python dedim, opatda venv bin Python ishlatyapman dedi. Ko'rdingizmi? Mana shu Python Nixpaxda Pythoni. Endi shuni men konfigur qilib qo'yishim kerak. Xo'p, bu to'g'ri komanda. Birinchi men shunday qilib yozdim. Opatda venv bin Python deactivate domains qilib yozdim. Ishladimi? Ishlamadi. Afsuski. Qanaqa muammo chiqardim? Muammoni ko'ramiz. Juda qiyin muammo chiqdi. C++ bilan tegishli muammo, libstd++, learning handling of above action. Xullas, qisqa qilib o'zbekcha gapirganda, bitta iogram yo'q, SQL Alchemy yoki iogram C++ bitta package ishlatadi. Mana shu narsani packageda ko'ra olmayapti. Okay. Endi qanday qilib yechamiz? Rosa o'yladim, qanday u modullarni berish kerak. Keyin o'ylab ko'rsam, Coolifyda bu yoqda terminal ishlayapti-ku. Qanday ishlayapti? Qanaqa kodi yozilgan? Xo'p, men ham xuddi shu narsani cron jobga qilishim kerak. Shuning uchun men bilardim Coolify bu open source project. Shunda GitHubga kirdim va GitHubga men DeepWiki degan narsa bor. Buni men o'zim o'rnatganman, sizlar ham o'rnatib olsalaring bo'ladi yoki shunchaki internetga DeepWiki desalaring, men Go DeepWikiga bosdim, mana shunga bosdim. Alohida bunaqa narsa chiqadi. Siz repozitoriy bo'yicha savol berishingiz mumkin. Men repozitoriyaga qanaqa savol berdim? Okay. How does, mana ko'rishingiz mumkin, mana shu meni savolim. Savol berdim va repozitoriydan bu sun'iy intellekt menga javobni topib berdi. How does terminal window in resources open? What command has been used, especially for Nixpax and Python version deb tushuntirdim men bunga va sun'iy intellekt ishini boshladi. Repozitoriyda kerakli fayllarni va qanday ishlashini menga tushuntirib berish yo'lida ishini boshladi. Xo'p, rosa tushuntirdi, rosa o'qidim va men topdim. Qaranglar, yaxshilab o'qisak, for container access deb mana kodini berdi. Xo'p, kodini berdi. Bu yoqda kodini ochsam, endi yaxshi ko'rinyaptimi sizlarga? Kodini ochsam, ko'ryapsizmi?
pathlarini configuration qilgan bu yerda. Mana shu narsa yo'q edi menga, shuning uchun ishlamadi. Pathlarda configuration mana yaxshilab qaranglar. Pathda configuration qilgan, keyin ishlab ketgan. Shunda men nima qildim? O'zimizni jonajon qualify'imizga o'tib, bu yoqda komandani shunaqa qilib katta qilib pathlarni qo'shib qo'ydim va shu bilan ishlab ketdi. Ko'ryapsizlarmi qanaqa muammolarga duch kelasiz? Bu muammolarni yechishga taxminan 2-3 soatingiz ham ketishi mumkin. Siz tushunishingiz kerak. Pythonlar ikkita bo'lishi mumkin konteynerning ichida. Xo'p, shell, yana siz shuni tushunishingiz kerak. Siz shellda ishlayapsizmi yoki bashda ishlayapsizmi? Masalan, bashda source qilib yozib ketishingiz mumkin. Shellda nuqta bilan yozib ketishingiz kerak. Va pathlarda configuration qilish. Agarda modullarni topolmasa, C++ packajlar topolmasa, pathlarda configuration qilish kerak bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun open source kodlarni ichidan kerakli ma'lumotlar topa olish ham juda foydali va har doim ham sun'iy intellekt rosa menga berdi javoblari, hammasi ham o'xshamadi, shuning uchun men o'zim kirib open source solutionda ishlatdim. Ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, dasturlashdan bizning Telegram kanalimizga o'ting. Xudo xolasa, kerak bo'lsa onlayn kurslar ham qilish niyatdamiz. Rahmat.